Hey do'stlar, mana bu bog'cha opa meni bog'chaga qamab qo'ydi-ku. Men bog'cha bolasi emasman-ku axir. Meni yoshim katta bo'lib ketgan, lekin meni kichkinagina Roblox bo'lganim uchun bolakay deb o'ylab meni bog'chaga qamab qo'ydi. Men tezroq bu yerdan qochishim kerak. Bu bog'cha opa qo'rqinchli ekan. Tezroq qochmasam bo'lmaydi do'stlar. Bu yerda bitta men emas, boshqa bolalar ham bor ekan. Ular ham bog'cha yoshidan oshib ketgan, lekin ularni ham qamab qo'ygan. Biz kelishdik, biz birgalikda bu yerdan qochib ketamiz hozir. Qani, ketdik, go. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerda bog'cha opa telefonda gaplashib turibdimi? Ha, ayni muddao. Bog'cha opa telefonda gaplashib turganda eshik ochildi mana. Qani boraychi, meni sezadimi ekan? Bog'cha opa, menga non bering. Menga konfet bering. Eshitmayapti meni. Xalaqit bermanglar, telefonda gaplashyapman deyapti. Xo'p, bizni e'tibor qilmagan vaqtda biz qochib ketamiz. Mana bu yerdan ketdik, go. Tezroq qochamiz. Hozir sezib qolishi mumkin. Xo'p. Tepib tashlayman mana qarab. Tam ochildi oxiri. Xo'p. Voy, biz bog'chani bu qismidan qochib qutulishimiz kerak. Biz bilan bugun Fayzbek, Noila, yana kim? Jin, Lola deganlari bor ekan. Yana O'zibi Jenny deganlari meni obunachilarim. Ular bilan birga biz bugun bu yerdan qochamiz. Ketdik, go. Ularning ovozi sizlarga eshitilmaydi. Agar ovozi eshitilganda sizlarga hammalar salom aytgan bo'lar edi. Ularning o'rnidan o'zim sizlarga salom aytib qo'yaman. Hammaga salom, tomosha qilib turganlar, obunachilar va hali obunani bosmaganlar. Tez bosib qo'yinglar. Birga o'ynashimiz kerak hali Roblox'dan, xo'pmi? Like ham bosib qo'yinglar tezda. Sizlarga ishonaman, like bosasizlar, obuna bo'lasizlar. Ketdik, go. Ha, aytganday. Boshqa kanallarga ham obuna bo'lib qo'yaveringlar. Men hamma kanalimga video qo'yaman. Bugun mana shu kanalimga qo'ygan bo'lsam, ertaga boshqa kanalimga video qo'yaman. O'sha videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdik. Go, tez biz bu bog'chadan qochishimiz kerak. Bog'chadan qochmasak bo'lmaydi. Hop, tushib ketdim-ku. Voy. Xo'p. Endi nima qilamiz? Qotib qoldim-ku. Endi tushdim yerga. Hop, ketdik, go. Shoshmasdan o'tamiz. O'tib oldik. Eshik ham ochildi. Bugun biz juda ko'pchilikmiz. Shu desalar bir 200-300 ta bolaga druziya qilganman, druziya bo'lganmiz. Shuning uchun men bilan birga o'ynaydiganlar juda ko'p bo'ladi. Sizlar ham birga o'ynashni xohlasalaring, menga obuna bo'linglar, nicklarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Men albatta sizlarga druziya tashlayman. Ketdik, go. Oh my god, bog'cha opa shotda. Bizni quvarmikan hozir? Yo'q, ko'rib qoldi. Uy, hozir tutib oladi. Qochamiz. Tugmani bosishimiz kerak. Tugmani bosdim. Yo'q. Voy, tutib oldi. Oy, qo'rqinchliligini. Xo'p. Tugmani bosganmiz. Yo'q, endi bosamizmikan yo? Ketdim, bog'cha opa quvadi hozir. Ketdi, quvadi hozir bog'cha opa. Abu bu yoqqa ket, tez bog'chaga o'tir, boshqada o'tir. Nimalar deb tashadi bog'cha. Mana qo'lga tushding. Sen ketmaysan hech qayerga. Xo'p, men qanaqa bundan qutulsam bo'lar ekan? Ketdim. Tezda borib qizilni bosaman. Qizilni keyin mana bu yerda eshik ochiladi shekilli. Bo'ldi. Qochdik. Mana bu eshik ochiladimi-kan? Yo'q, derazamikan. Voy. Bu eshik ochilar ekan. Tez. Qochib qutulishim kerak. Bu yoqqa ket. Qutulib qoldim, eshikni yopmadik. Ana qolib ketdi orqada. Bog'cha qolib ketdi. Xo'p, biz bitta xonadan o'tib oldik. Endi xo'p, nima qilamiz? Bu yerdan o'tishimiz kerak, lekin bizdagi bo'yimiz yetmaydi. Oyog'imizdagi nimadir qo'yamiz. Masalan, mana bu kubiklarning bittasini qo'yamiz. Hop, mana qo'ydik. Endi yana bittasini qo'yamiz. Bittasi kamlik qilyapti. Baribir bo'lmadi. Ustiga chiqib, endi qo'yamiz. Hop, mana endi o'tib ketdim. Yaxshi, buni ham olib bo'larmikan? Bo'lmasmikan? O'tirib bo'lar xatiyaba. O'tirib ham bo'lmas ekan bunda. Bola meni bog'cha bolasiga o'xshayman, aytinglarchi. Bog'chaga qamab qo'ygan meni. Bog'cha bolasiga o'xshaymanmi? Xo'p, kim meni bog'chada kuzatyapti?
Kim bog'chaga boradi? Hali maktabga chiqmagan bog'chaga boradiganlar bormi? O'shalar aytib qo'yinglar. Bu akam bog'cha bolasi emas deb yozib ketdinglar. Hop, mana bu yerga qo'yaman buni. Ketdi. Endi keyingisini olib kelib qo'yar ekanman. Hop, kubikchani qo'yamiz. Qochadigan yo'lim tepada ekan. Ko'rmabman. Hop, chiqdik. Ana chiqib oldik. Ketdik. Go. Go, go, go. Tezroq. Oy, pastga tushib ketdim. Boramiz. Yo'l o'ng tomonda shekilli. Obunachilarim kelyaptimi? Ko'raychi. Ukalarim qolib ketdi-yu. Mayli, yeta olishadi. Biz davom ettiramiz. Tap, pa. Ukalarni tepib tashladimi? Hop. Mana bunisiga chiqaman. Keldik-ku. Ismi nima ekan buni? Lolah deganmi? Qizaloq ekan bu, soch kaltaroq ekan. Hop, mayli. Mana Yandex degan qiz bor ekan. Nimaga? Yandexni sakrayotibdi. Hop, nima bo'lsa o'sha. Ketdik, biz davom ettiramiz. Yo'limizda bu kubikchilarni olib bo'larmikan? Bu kubiklarni olib bo'lmaydi. Bu vintilni ham burab bo'lmaydi. Biz tepaga chiqamiz. O'maga tushib ketdik pastga. Qaytadan bu yoqqa chiqamiz. Keyin bunga ekan. Hop, yo'limiz balki bu yoqdadir. Yo'q, bu yerda emas ekan yo'limiz. Yo'limiz balki bu yerdadir. Yo'q. Yo'lni qanaqa qilib topamiz endi? Ha. Mana buni ustiga chiqamiz. Keyin bu yoqqa o'tamizmi? Ko'raylikchi. Hop, ketdik. Go. Mana bo'ldi. Chiqadigan yo'lni topib oldim. Kelinglar bolalar. Tezroq bo'linglar, yetib olinglar. Orqada qolib ketdilaring. Go, ketdik. Hop. O'tdi. Chiqish ham yo'l bu yoqda ekan shekilli. Chapgami, o'ngami? O'ngga ekan. Wow, do'stlar, mana bu elektr toki. Voy, tegib ketsam tamom. Yana bor ekan. Yo'q, tegib ketdim. Bu labirint ekan. Xo'p, biz bu labirintdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Mani kutib turibdi. Mana bu qizaloq birga o'ynaymiz degan edi. Mana birga o'ynayapmiz. Hali videoni ko'rayotgan bo'lsa, juda ham xursand bo'lib ko'rayotgan bo'lsa kerak. Hop, buni bosamiz. Endi nima bo'ldi? Endi yana qaytar ekanmiz. Ketdik. Go. Yo. Hop, mana eshik ochilibdi mana. Eshik ochilibdi. Endi bu yerdan suramiz, ketdik. Xo'p. Mana bu yoqqa tushar ekanmiz. Keyinchi mana bu eshik ochiqmikan? Ochiq ekan. Bu nima? Bu kanalizatsiya trubasi teshilib ketdi-ku. Vo, badbo'yligini. Tushib ketsam, yo'q, tushmasam ham o'lib qoldim mana. Ketdi. Bu juda ham zaharli ekan. Lekin biz o'tishni uddaladik. Kim bu? Bog'cha opa, yo'q, mo'ylovi bor-ku. Bu bog'cha opamni. Xolos, pochchamiz bo'ladi. Pochchamizdan qochishimiz kerak ekan. Oh my god, pochchadan qochishimiz, pochcha bilan jang qilish kerak ekan. Oh my god, hozir so'ladi. Mana. Pochchani mo'ylovi bor ekan, sochi uzun ekan. Yaxshi. Mana. Yengdik. Hamma joyga yashil narsa sochilib ketdi. Voy, jirkancha, ustimga ham sachrab qoldi. Hop, endi nima qilamiz? Endi yo'limiz tepada emas. Mana bu eshik ochildi-ku, oxir eshikdan kiramiz. Ketdik. Go. Baq, ochildi eshik. Hop, bu yerda nima bor? Bu yerda shubhali. Bog'chaxona-ku bu. Darsxona-ku. Bu B harfi ekan. B harfini oldik mana. Bu yerga qo'yamizmi shunda? Hop, buni
Biz harflarni terib chiqishimiz kerak shekilli, a? Hop, yanachi A, B, A, B, S bu topildi. Endi A, B, S'ni mana bu yerga qo'yishimiz kerakmi deyman. Mana A'ni qo'ydik. Endi B'ni joylashtiramiz bu yerga. B'ni joylashtiramiz. Yaxshi. Bu yerga qaysi harfni qo'yamiz? Aytinglarchi. Ha, to'g'ri, S'ni qo'yamiz va eshik ochildi. Mana biz bosh qotirmani yechdik. Hop. Mana bu gilamni qaranglar. Kimni bog'chasida shunaqa gilam bor? Yo'l harakati qoidalari xaritasi gilami. Men borgan bog'chalarda bor edi. Katta edi. Yo'l harakati qoidalarini o'rganardik. Hop, bu yerda nima bor? Wow, kamalaklar A, B, C, D, E, F, G. Mana bu nima ekan? Hop. No. Yo'limiz mana bu yoqda ekan. Ketdik. Go, turban ustiga chiqdik. Ketamiz. Tezroq biz bu bog'chadan qochib qutulishimiz kerak. Bu bog'chadan qochib qutulmasak bo'lmaydi. Biz yana qaytadan bog'chada tarbiyalanishni xohlamaymiz. Biz katta bo'lib qoldik-ku axir. Hop. Buni ochamiz. Hop, tepib tashladimmi? Yaxshi deb olishimni biladi bu Robloxdagilar ham. Men taekvondoga borganman. Aytganmanmi sizlarga? Men taekvondochiman. Aylanib tepaman. Pap qilib ketdik. Go. Oh my god. Bog'cha shu yerda ekan. Nima qilamiz? Asta poylaylik chiqani. U hali ham telefonda gaplashib turibdi, lekin meni ko'rib qolsa, u meni tutib oladi. Ketdim, nima bo'lsa bo'ldi. Qani ketdik. Go. Ana aytdim-ku, meni ko'rib qoldi. Men knopkani bosishim kerak. Bosdim knopkani. Tepaga chiqarman balki. Yo'limiz tepadamikan? Hop, strelka ko'rsatib qo'yibdi. Mana shu yerga chiqishim kerak tez. Bu mana. Voy. Bu buyoqqa ke dedim. Sen bog'chadan ketmaysan, shu yerda qolasan. Ota-onangga nima deyman? Ey bog'cha opa, men yosh bola emasman, men bog'cha bolasi emasman, siz adashyapsiz. Ko'p gapirma, aqllining savoma o'zingdan. Tez xonangga qayt. Sizga gap foydasi yo'q ekan, men ketdim qarochi. Hop. Jin ursin. Men nima bo'ldi? Men turban ustiga chiqishim kerak ekan. Endi nima qilaman? Endi yana qochishim kerak. Hozir soladi. Voy, yo'q. Oy, tutib oldi. Qo'limga tushdi. Voy, tutib oldi meni. Hop, ketdi, go. Knopkani bosdik. Tepaga chiqamiz. Yaxshi. Mana bu yerga tezda kirib olishim kerak bo'ladi ekan. Kirib oldim. Keyin pastda mana buni ustida yurishim kerak ekan. Men bo'lsa bilmasdan pastga sakrab yuboribman. Ketdik. Hop, ketdik. Go. Hop. Tepaga bu yoqqa chiqamiz. Hop, ketdik. Go. Qochamiz. Pastga, muncha chuqur joyga sakradim. Mana bu obunachim hali ham shu yerda ekan. Ketdik, go. Men qolib ketdi deb o'ylab orqada. Tepib tashladigan. Ketdik, go. Hoppa, sakrayapman, qaranglar. Past qaranglar chuqurligini. Tushib ketsam. Voy, muncha sakraydigan joylar ko'p. Hop. Bunga ham sakrab o'tishim kerak ekan. Bu yoqqa ham sakrab o'taman. Yana sakrab o'taman. Yana. Hop, bug'ni ustiga sakrayman. Bug' meni ko'tarib orar ekan. Yo'q, tushib ketdim. Keyingi ventilatorga o'tishim kerak edi. Mana o'tib oldim. Ketdik. Go. Yaxshi. Pastga. O'tib oldim, yaxshi. Tushib ketdimmi deb o'ylagandim. Yo'q. Ana kelyapti. Mahruzami degan ish qilib, obunachilar ko'p ekan, juda ham, faqat oxirigacha men bilan o'ynashga ularning aqli yetmayapti. Ular yo'ldagi to'siqlardan o'ta olmay qolib ketyapti. Hop, buni bosamiz. Yana bizni uchiradi ventilator. Hop, yaxshi. Mana
o'tib tashladimi hammasini? Mercedes Benz. Qaysidir obunachi ekan. Hop, ochildi eshigi. Mana ochib tashladim-ku. Endi chapga. Hop, 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 o'ngga. Do'stlar, sizlarga men misol aytmadim-ku. Sizlarga yana bitta misol aytaman. 6 ko'paytirilgan 7 bo'lingan 3. 6 ko'paytirilgan 7 bo'lingan 3. Javobini bilmaysizlar. To'g'rimi? Ketdik. Bilganlar yozib ketsin. Hop, 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 hop. Hop. Oh my god. Yo'q. Hop, yaxshi. Mana buni olamiz, lekin buni qayerga qo'yamiz? Mana bu yerga qo'yamiz ekan. Hop, dropni bosdik. Ketdik, go. Yana. Yo'q, tushib ketdi-ku. Yo'q, tushib ketdi. Jenursin. Tushib ketdi. Ketdik. Go. Buni qo'yaman. O'tib olaman. Tushib ketdi. O'zim ham tushib ketdim. Iloji yo'q. Hop, bitta yo'li bor. Buni olaman. Bu yerga qo'yaman. Yana bitta olib kelaman. Hop. Mana bu yerga kelamiz. Hop, bu yoqqa drop qilamiz. Yo'q, tushib ketdi. Tushmasligi uchun nima qilsam bo'lar ekan? Ha, bu yoqqa qo'yishim kerak ekan. Mana. Biz bilmay o'tirgan ekanmiz shu vaqtgacha nima qilishni. Drop bosamiz. Hop, mana. O'tib oldik. Oxirgisini olamiz. Buni ham qo'yamiz shu yerga. Ketdik, go. O'tib oldik. Mana bu Lolaxon degan qiz bilan birga o'tib oldik. Mahruza degani ham yetib kela qolsa, o'yinni birga yakunlab qo'yar edik. Hop. O'tib oldik mana. Shamol meni surib tashladimi? Bo'ldi. Shamol meni tezlashtirar ekan. Ketdik, go. Yaxshi, tushib ketdim-ku. Endi nima qilamiz? Ketdik. Hoppa. Hop. Hop. Yana bitta chiqib olamiz tepaga. Yana. Hop, yaxshi. Bu ventilyatorlarni qaranglar. Bu bog'cha bolalari uchun tayyorlanadigan oshxonani ventilyatorimi? Voy, tepada lazer bo'lardi. Hozir lazer yo'q ekan. Ha, bu bola bog'chalarga lazer xavfli edi, to'g'rimi? Osonroq qilib o'shani. Endi nima kutyapti ekan bu yerda? U sut. Bu energiya beruvchi sutmikan, ha? Bu aytdim-ku mana. Oyog'imdan olov chiqib ketyapti. Men juda tez yuguryapman. Energiyani beruvchi sut ekan bu. Energiya baxsh etuvchi sut. Sut ichib turinglar bolalar. Shunaqa sut ichsalaring bunaqa darajada energiya bera olmasa ham, lekin juda foydali bo'ladi. Tushib ketdim. Sizlarga aql o'rgataman deb o'zim tushib ketdim. Sutdan ber. Sutning energiyasi hali mendan tugamabdi. Ketdik. Go. Yaxshi. Hop. Mana bu yoqqa o'tib oldim. Bunisiga o'tdim. Ketdi. Hoppa. Yaxshi. Yo'q, tushib ketdim-ku. Ha, bildim. Bu atayin menga sinov uchun qo'yilgan ekan. Ba'zi joylarga keng, ba'zi joylarga yaqin qilib qo'ygan. Men o'sha joylarni oldindan bilib olib, sakrashimni o'zim to'g'rilashim kerak. Hop, mana bundan o'tdik. Ketdi, boshladi. Mana endi bo'ldi, energiya mendan tarqadi. Lola bilan biz shotga keldik. Endi yo'lda davom ettiramiz. Hop, eshik ochildi. Ketdik, go. Voy, do'stlar, qaranglar.
Meni bog'cha opa robot tanasiga minib olib, kutib o'tiribdi, u bilan jang qilaman. Ketdik, go. Menga qurol beringlar. Menga qurol beringlar. Mana qurol. Mana qurol. Mana. Yaxshi. Mana. Bum. Voy. Voy, lazer o'tyaptimi? Bu Iron Man ekan-ku, bu Iron Man. Iron Woman bu. Iron Woman. Temir ayol, kampir ayol, temir kampir. Voy, jonim kam qoldi hozir. Tamom. Yo'q, birinchi men bog'chapani tamom qildim. O'zimda jonim juda oz qolgan, ko'rib turgan bo'lsa, qizil bo'lib turibdi burchakda. Wow, mashinam todasi-yu, ha. Mashinam doda. Qaranglar buni. Qochdim men bog'chadan. Do'stlar, men bog'chadan qochishga uddaladim. Tezda videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Hamma kanalga obuna bo'linglar. Men hamma kanalga videolar chiqaraman. Ketdik, portalga kiramiz. Endi bizni qanaqa sarguzasht kutmoqda ekan. Go. Portalga kirdim. Endi bo'ldi. Portalga kirdim. Keyingi o'yin qanaqa ekan? Agar yaxshi o'yin bo'lsa, u o'yinni ham o'ynab video qilib qo'yaman. Hop. Buni bossak. Bu yerda nima bor ekan? Chiroyli joylar ekan. Keyingi safar ko'ramiz. Xayr ungacha do'stlar sizlarga.